Bugungi videoda anchadan beri gapirishni xohlagan mavzuim bo'yicha video qilishga harakat qildim. Ya'ni nima uchun hozirgi kunda O'zbekistonda yoshlar ommaviy ravishda Janubiy Koreyani tanlov qilmoqda? Hozir juda ham ko'pchilik o'ylashi mumkin pul. To'g'ri, pul, lekin yana ham chuqurroq sabablarni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Ya'ni bu shunchaki trendmi yoki bu tanlov ortida asl boshqa sabablar ham bormi? Va bu videoda aynan o'sha sabablarni birma-bir sanab chiqamiz va tahlil qilishga harakat qilamiz. Kelinglar bo'lmasam, nima uchun O'zbekistonda hozirgi kunda juda ham ko'pchilik Janubiy Koreyani ommaviy ravishda tanlayotganida men bilgan ba'zi sabablarini sanab berishni boshlayman. Ya'ni birinchi o'rinda sanardimki, O'zbekistonda mas'uliyat juda ham erta yoshdan qabul qilinadi. Ya'ni butun dunyoda 25-26 yosh talabalik o'z ustida ishlash davri hisoblanadigan bir paytda O'zbekistonda o'sha 18 yoshingizdan boshlab sizda o'sha finansiy mas'uliyat, uylanish, ro'zg'orga qaralashish va hokazo kabi mas'uliyatlarni 18 yoshingizdan boshlab qabul qilib olishni boshlaysiz. O'zbekiston mehnat bozori bo'lsa, hali bu yoshda yoshlarni qabul qilib, bosqichma-bosqich rivojlantiradigan darajada shakllanib ulgurmagan va aynan mana shu uchun ham balki juda ham ko'pchilik yoshlar aynan rivojlangan davlatlarda o'zini imkoniyatlarni sinab ko'rishni xohlayotgan bo'lishligi mumkin. Keyingi sabab sifatida aytishim mumkinki, bu O'zbekiston va Janubiy Koreya orasidagi mehnatga yarasha haq to'lashchi orasidagi farq. Ya'ni aytaylik, O'zbekistonda ham talaba bo'lib, ham dastavka qilayotgan talaba maksimum kuniga 15-20 dollar atrofida pul topishi mumkin. Lekin xuddi shu ish bilan shug'ullanayotgan Janubiy Koreyadagi talaba kuniga 150-200 dollar atrofida pul topish imkoniyatiga ega. Men aytmoqchi emasman, hamma shunaqa pul topyapti. Bu faqatgina o'sha imkoniyatlarni solishtirish xolos. Xo'p, shu o'rinda Janubiy Koreyani boshqa bir alternativa davlatlar bilan ham solishtirib o'tishi vaqti deb o'ylaymiz. Ya'ni nimaga aynan boshqa davlatlarga ko'ra ham Janubiy Koreyani tanlash ko'rsatkichi ko'proq. Misol uchun Rossiyani olishimiz mumkin. Rossiya bilamiz, bezviza davlat va lekin unchalik ham o'sha daromad barqaror emas. Ham o'qib, ham ishlash imkoniyati unchalik darajada katta emas. Ki bo'lmasa, misol uchun boshqa Yevropa davlatlarini oladigan bo'lsak, Yevropaning o'sha boy hududlariga kirib, talaba sifatida o'qib kirib borib ishlayman desangiz, eng katta siz uchraydigan muammo bu ish beruvchini o'sha qonun bo'yicha sizga ajratilgan soatlar bo'yicha ish berishlikligi. Boshqa arzonroq davlatlarga kirib boraman desangiz, u yerda unchalik ham darajada o'qib ishlash imkoniyati katta emas va daromadlar odatda pastroq. Misol uchun AQSh yoki Kanada, Avstraliya kabi davlatlarda kerak bo'lsa Janubiy Koreyadan ko'ra ko'proq pul topish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin, lekin viza olish narxi juda ham qimmat va hattoki misol uchun mana Avstraliyaga o'xshagan davlatlarda, ya'ni konsullik to'lovini o'zi 1200 dollar atrofida chiqadi. Ya'ni sizga Avstraliya yoki Kanada kabi davlatlarga borish eng kamida 15 ming dollar atrofiga tushishligi mumkin. Ya'ni aynan mana shu faktorlarni hisobga olgan holatda boshqa davlatlar bilan ham solishtirganda ham Janubiy Koreya viza olish unchalik ham darajada qimmat emasligi, ya'ni 3000-4000 ming atrofida rasxod bilan Janubiy Koreyaga kirib borish imkoniyati borligi va o'qib ishlash uchun ham qolgan davlatlarga ko'ra, ya'ni Rossiya yoki nisbatan GDPsi pastroq bo'lgan davlatlarga ko'ra o'qib ishlash imkoniyati va kunlik daromad olish imkoniyati balandroq bo'lganligi uchun ham Koreya jozibaliroq bo'lib ko'rinayotgan bo'lishligi mumkin. Ya'ni xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda Janubiy Koreya bo'yicha tanlovlarni, talablarni ko'pligi bu Janubiy Koreya eng zo'r davlat bo'lgani uchun emas, balki boshqa davlatlarga solishtirganda yoki O'zbekistondagi sharoitlarga solishtirganda optimalroq variant bo'lganligi uchun ham qarorlar ratsional. Janubiy Koreyada viza olish nisbatan arzonligi, u yerda o'zbek diasporasini ancha rivojlanganligi va shu kabi ko'plab faktorlar Janubiy Koreyani ommaviy ravishda tanlanishligiga sabab bo'lyapti deb aytishimiz mumkin. Lekin shu bilan birga bitta muhim haqiqatni unutib qo'ymasligimiz kerakki, Koreya hech qachon sizni tayyor holatda kutib turmaydi. Ya'ni Koreya sizga shundoq qilib muvaffaqiyatni berib qo'ymaydi, u faqatgina sizga imkoniyat va tizim berishi mumkin va bu imkoniyatdan qanaqa qilib foydalanish, natijasi qanaqa bo'lishligini belgilab. Aynan shu videoda mana shu narsani tushuntirishga harakat qildik. Keyingi videoda Koreyaga kelishingizdan oldin sizning kutuvlaringiz, maqsadlaringiz qanaqa bo'lishi kerakligi, Koreya sizga beradigan o'sha 4-5 yillik vaqt orasida qanaqa imkoniyatlardan foydalanib qolishingiz kerakligi va umuman maqsadlaringiz va kutuvlaringiz qanaqa bo'lishi kerakligi haqida bafurcha gaplashishga harakat qilamiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.